Assalomu alaykum do'stlar, video chiqarmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Do'stlar, har doimgidek e'tibor berasizlar. Bizda ekranimizda o'zimizni ishonchli saytlarimiz turibdi jigarlar. Xo'p, nima demoqchiman jigarlar? Ko'pchilik men oldingi videorolikda ham aytganman, hozirgi videorolikda ham aytaman. Mana bu King saytlari, ya'ni mana Lite King, Ton King, qarochi mana King saytlari do'stlar juda ham sekin to'lab beryapti. Men bitta ikkita odamdan emas, juda ham ko'p odamdan eshityapman do'stlar. O'shaning uchun bu saytlarda unchalik ham nima deydi, harakat qilib, o'rin ko'tarib, nima qilib yotmangizlar jigarlar. Qarochi bo'laydigani hozircha shu aynimagani, qarochi mana bu pik saytlari hozircha yaxshi ketyapti, vaqtida to'lab beryapti. Bitta odamdan ham даже eshitmadim, shtovi pul to'lashi sekinlashdi yoki bo'lmasa vaqtida to'lab bermayapti degan gaplarni eshitmadim do'stlar. Men bor gapni sizlarga o'zingizlar bilasizlar, bor gapni to'g'risini aytib o'tib ketaman deganlar. Hozir ham do'stlar, bugungi videorolikda endi men nima demoqchiman, masalan, mana bu BNB Pik saytidan yana pul chiqarib ko'rsataman deganlar. Pul chiqarish jarayonini ham ko'rsataman. Shunga qarab kim pul chiqarayotgan bo'lsa, pul chiqarmoqchi bo'lsa yo'q, shunga qarab pul chiqarsalaringiz ham bo'laveradi deganlar. Tak что nima demoqchiman? Yaqinda bilasizlar, mana Lite Pik bilan Tron Pikdan pul chiqargan edik do'stlar. Undan oldin Pik saytidan chiqarganmidi, qanday qaytdi deganlar. Hozir yana mana shu BNB Pik saytidan chiqaramiz deganlar. Ko'pchilik so'raydi, qanday ishlayapsan, suda degan gaplar bo'ladi deganlar. Albatta shoshilmay harakat qilyapmiz deganlar. Tak, e'tibor beringizlar, mana Games bo'limiga kiraman va shunchaki mana Dike bo'limiga kiraman. Endi hozir o'ynab ko'rsata olmayman, lekin kecha o'ynagan istoriyam turibdi mana bu yerda, e'tibor bersalaringiz. Mana shu istoriyaga qarab ham o'zi bilsalaringiz bo'ladi, men qancha ishlaganman, plusdamanmi, minusdamanmi, o'yin o'ynab qancha pul topganman, mana shularni ham ko'rib o'zingizlar hisoblab olsalaringiz ham bo'laveradi jigarlar. Juda ishonmaydiganlarda jigarlar. Tak что shunaqa gaplar. Kecha ham mana kecha ozgina o'ynaganman, где-то 1 daqiqa o'ynaganman-da o'ynasam. Где-то 1 daqiqa o'ynaganman, lekin normalni BNB kriptovalyutasini ishlab qo'yganman jigarlar shu yerda. Shunday chiqib ketganman keyin. O'zi 1 minutmi, 2 minutmi vaqtim ketsa, tamom. Prosta balansda pul bo'lsa yaxshi do'stlar, pul bo'lmasa qiyin albatta. Shularni hisobga olish kerak. Xo'p, mana Wizdraft bo'limiga kiramiz. Bu pul chiqaradigan joy degan jigarlar. Bilasizlar, bu saytdan juda ham ko'p marotaba pul chiqarganman. Mana oxirgi marta 0.20 million qarochi BNB Litoshisini chiqargan ekanmiz. Tak, o'sha vaqtda $176 teng bo'lgan ekan o'sha narsa. Tak что mana hammasi ko'rsatilgan. Normal pul chiqarib qo'yganman bu saytdan. Hozir yana pul chiqaramiz deganlar. Albatta pulni do'stlar, men hozir mana shu yerda shunday chiqamiz saytdan va mana bu FaucetPay koshlogimiz. Do'stlar, FaucetPay koshlogini silkasi kimga kerak bo'lsa, har bitta videorolikda opsiyasida bor deganlar. Bemalol ro'yxatdan o'tib ishlasalaringiz bo'laveradi. Xo'p, men buni ekranga chiqarib olganman. Чтобы koshlogga kirib chiqishim oson bo'lishi uchun. Koshlogga kiraman. Koshlogga kirganimizda menda $95 pul bor ekan. Tak, pastroqqa tushamiz. Bu yerda BNB mana do'stlar. Binance Coin BNB deb yozib qo'yibdi. Bizda juda ham kam, ya'ni 7334 tagina Binance nimasi, qarochi BNB nimasi bor. Shuni ham hozir mana bu yerga kirib turib, mana Coin Shop degan joyga kirib turib nima qilamiz buni? Bor BNBni dollargami, USDgami aylantirib qo'yamiz o'zi. Mana USDni tanlaymiz, maksimalini bosamiz va konvertatsiyani bosamiz. Tamom. Bizda balansimizdagi BNB dollarga aylandi. Endi ko'ramiz. E'tibor beringizlar, bizda BNB balansimiz 0 ga tushdi. Xo'p. Endi mana bu 3 ta chiziqchani bosamiz balanddagi. Yo'q, balanddagi 3 ta chiziqchani emas, mana odamchani bosamiz ekan. Undan keyin esa mana depozit degan narsani bosishimiz kerak. Depozit degan narsani bossak, bu yerda adreslar chiqib keladi o'zi mana. Bu yerda BNB ni topamiz endi. Tak, mana do'stlar, Binance Coin BNB yozib qo'yibdi. 3 ta tochkani bosamiz va depozit degan yozuv ustiga bosamiz. Bu yerda e'tibor beringizlar, bizda BNB adresimiz turibdi. Xo'p, shu adresni copy-paste qilib olamiz. Eng chekkasini bitta bossak copy-paste bo'ladi va shu joyda shunday chiqib turib
o'zimizni saytimizga kirib olamiz va albatta bu yerda mana bu Wizdraft adres degan joyga bosib turamiz. Vistavit chiqadi. Vistavitni bosamiz. Tamom. Hozir kopirot qilgan adresimiz yozildi. Endi mana bu yerga summani yozishimiz kerak. Biz qancha chiqaramiz deganlar? 0.20. Tak, shuncha chiqaraman. Endi komissiya olmaydi ekan. Так, подтвердить, что вы не робот. Короче, kapchani teramiz mana. Endi mana Wizdraft degan yozuv ustiga bosamiz. Hozir pul chiqarishga qo'yiladi. Tak, mana do'stlar, pul chiqarishga qo'yildi pastda. E'tibor beringizlar. Hozirgi vaqtda shtobi BNB kriptovalyutasi narxi ko'tarilgani uchun do'stlar, bizni nimamiz chiqargan pulimiz $219 ga teng bo'lyapti. 0.2. Bunda ham oldin ham 0.2 chiqarganmiz. Prosta oldin narxi past bo'lgan, o'shaning uchun $176 ga teng bo'lgan do'stlar. Hozir narxi balandligi uchun $219 bo'lyapti. Vobshe konkret bo'lyapti jigarlar. Vobshe yomon ketyapti bu. Tak что shunaqa gaplar. Xo'p, bosh menyuga o'tamiz. Pul tushib kelsa albatta bilasizlar, Telegram kanalimga chekin tashiyman. Albatta kim Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsa do'stlar, videoni kommentariyasida ham, opsiyasida ham Telegram kanalimning silkasi bor. O'sha Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, qaysi saytdan pul chiqaryapmiz, cheklari, tuda-suda yangiliklarni eng dahshatlari o'sha yerda bo'ladi jigarlar. Chunki tez-tez video qilishni iloji bo'lmayapti, lekin yangiliklarni tez-tez Telegram kanalimga tashab turibman do'stlar, iloji boricha. Xo'p, mana shunaqa gaplar jigarlar. Так что bugungi videorolikimiz mana shundan iborat edi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, kimda savol bo'lsa deganim do'stlar, to'g'rirog'i. Savol tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz kommentariyada, xohlasangiz Telegram kanalidan прямой lichkaga chiqsalaringiz ham bo'laveradi. Keyin do'stlar, mana bu sayt, masalan, mana BNBPix sayti ham, silkasi ham kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalimizda albatta bo'ladi. Men shu videoni tagiga qo'yib keta olmayman silkasini. Chunki hozir iloji yo'q jigarlar. Shu bitta ikkita video roligimga jalbi tushgandan keyin silka qo'yib olmayapti jigarlar. Shuning uchun kimlardir noto'g'ri tushunmasin, что kimlardir aytadi, video qilgandan keyin sayt silkasini ham qo'yadi-da, tuda-suda degan gaplar bo'ladi-da. O'shanday gaplar bo'lmasligi uchun men oldindan aytib o'tyapman do'stlar. Shularga e'tibor beramiz. Xo'p, hammaga omad jigarlar, sog' bo'lasizlar.